Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Shohruz Shahlo bilan nega ajrashayotganini ochiq aytdi. Erkaligi jonimga tegdi. Qadrli muxlis, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Video rivoji uchun like bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Shohruz o'z Instagram sahifasida shunday deydi: To'g'ri, men Shahlo bilan 5 yil sevishdim. Uni ko'nglini olish uchun nimalar qilmadi deysiz? Axiyrat turmush qurishga erishdik. Ammo turmushda ko'pi bo'ladi, kami bo'ladi. Bularni bir-birimizni tushungan holda bosib o'tishimiz kerak. Shu ham ayol bo'ptimi? Kap-katta ayol. Erkalashlariga chidab bo'lmaydi. Nihoyatda bachkanalik. Bu gaplari bilan seni ranjita olishmaydi. Shunday kommentariy yozadiganlar sening tupurgan tupugingga arzimaydi. Seni men boringcha butun umr shu erkaliklaring bilan sevaman. O'zing baxtli bo'lsang, bas, men ham seni boringcha sevaman, deydi Shohruz ayoli Shahloga nisbatan. Mening ayolim aslida juda aqlli ayol. Qayerda o'zini qanday tutishni juda yaxshi biladi. Erkalik qilayotgan bo'lsa o'z eriga, ya'ni menga qiladi. Sizlarga yoqmayotgan bo'lsa, sizlarning oldingizda erkalik qiladigan ayolingiz bo'lmasa, marhamat tomosha qilmasligingiz mumkin. Biz baxtlimiz, alhamdulillah. Bizni baxtimiz bir-birimizni xarakterimizni o'zgartirmagan holda borimizcha qabul qilib bir-birimizni sevishimizda, deydi Shohruz. Ajralishga kelsak, Shohruz va Shahlo yaqindagina ajralish to'g'risidagi katta va'yinni o'z tomoshabinlariga taqdim etishdi. E'tiboringiz uchun rahmat. O'z fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, like bosgan bo'lsangiz oldindan rahmat.